Aniq manzilini bilasizmi? 28-uyda Said. 28. Agar topa olmasak, mahalla idorasiga kirib surishtiramiz. Mayli, boraveraylik-chi. Ana dom nechi ekan? Voy, oyi, qarang, ukamning mashinasi turibdi. Qani? Ana daraxt oldida. Shoshma. Qo'ng'iroq qilaychi. Said to'g'ri aytgan ekan. Allo? Davron? Qayerdasan o'g'lim? Ishdaman. Ishxonang qayerda? Aytganman-ku shahar markazida deb. Tinchlikmi? Yo'q, men ham ko'chaga aylangani chiqqan edim. Sen bilan bir ovqatlanamizmi deganda. Qayerdasan? Tinchlikmi? Hech ko'chada ovqat yemasdik men bir Nega dovdirayapsan? Qayerda ko'rishamiz? Ayt. Oy tezroq uyga keting. Nimaga? Hozir bittasi pul olib kelish kerak, olib qolish kerak. Qanaqa pul? Uyga tezroq boring, aytyapman-ku. Pulni olib qolish kerak. Kimdir uyga pul olib kelish kerak. Tez boring deyapti. Yuring, unda kutib o'tirmasin. Mayli, yur. Boshqa kuni kelamiz. Yur. Oying orqangdan poylab kelibdilar. Men senga nima degandim? Nima? Muammoyingni meni eshigim tagiga olib kelma deganmidim? Yo'q, shunchaki aylanib yurishgan ekan. Oyingni meni mahallamni aylangilari kelib qopti-da.